Hürmetlik vatandaşlarım, biz şunda sözlep kelyapmiz, yaqinda Jungo ikki taraflab, masalan, Sharqiy, Shimoliy Osiyo tarafdan ham Janubiy Osiyo tarafdan Osiyoning ikki tarafidan mana shunday qo'rshov shakllik bir holga tushib qoldi. Ya'ni faoliyatga tushib qoldi deb shunda tahlil qilib keldik. Hozirgi ahvol shunday. Bugun hozir qarasangiz, Jungo Hindiston chegarasidagi so'rkilish kuchayganda. Çavşan yerim arıldaki sürkülüş pasayganda. Çavşan yerim arıldaki vaziyet kuchayganda. Hindiston Jungo sürkülüşü pasayganda bir hal ko'z aldığımız kelyapti. Lekin mesele unda emas. Hozir ikkili tarafda jiddiylik ketyapti. Biz boshda so'zladik. Hozir Hindiston yani askar ko'paytiryapti, Jungo yana askar ko'paytiryapti dedi. Bunun hozir diplomatik yo'lga o'rin qolmadi degan gap so'zlar o'tirg'i chiqdi. Diplomatik yo'lda hal qilishdan chorasi qolmadi. Hindiston Jungo o'tirsidagi so'rkilishni diplomatik yo'lda hal qilishdan chorasi qolmadi. Endilikli Çavşan meselesi. Çavşan meselesinin bu derece her edep gidişi biz ötkende dedikki 7. ayının 4. günü ve 7. ayının 28. gün bir ay için 2 katım yadrosuna kıldı. Endi bu katım yakında Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Bexatarlik Komiteti Çavşan'ı cezalaş doğrusunda ağır karar makullandı. Bu karar hesabıcı boğanda 1 milyar dolar pul zeyniği kelediken Çavşan'ın. Çavşan bunun için bak hadisini açtı. Hazır şundan keldi mi dedi. Ben hazır 4 tane raketani Guam arlığa Amerika'nın aralı teritoriyası Guam arlığa koyup vermen dedi. Lekin yani küçükken bir samimiyet mi çıkıp duruptu. O nima desanlar, muş koyup vermen degen noktur turvatkan Çavşan hazır nima deydim? Ben Guam arlığa 30 kilometre yoki 40 kilometre neriga berip tushadigan. Guam arlığın özü emas. Oşunda 30-40 kilometre keyingi tushadigan raketa koyup vermen. Demek bir yerde onun Guam arlığın özüge hücum qilish niyetinin yo'q ekanligini oshkor. Hozir Çavşan meselesi Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti, hozirgi prezident Trump hozirgi 2 yo'l tutib keldi. Biri nima dedi? Sen to'xtat, raketani to'xtat, yadro qurolini sinaq qilishni to'xtat, tahdidni to'xtat, popozini to'xtat. Shundan keyin hatta Washingtonga chaqirib kelib mesela Washingtonda so'z suhbatlashmasan bilan. Bu ajoyib o'zbekcha yo'lga. Men aytgan chipaga yo'lga vatandoshim, hurmatli vatandoshim. Lekin yana bir nuqtadan anda prezident Trump nima dedi? Agar Jungo bu masalani bir taraf qilmaydigan bo'lsa, geri ham oxir dedi-ku, yoki arqo'ylik sarang'i taqobil tursan Jungo, yoki bo'lmasa arqo'ylangni bir maydon urush bo'lishga qarab tursan Jungo degandek prezident Trump nima dedi? Agar Jungo buning taqobil turmasa, Çavşan o'z beshimchilik qilaveradigan bo'lsa, o holda men har qanday tanlashni, hatto harbiy tanlashni ish qilsalaman dedi. Ikki qo'llar siyosat. Endi bir nuqtadan aytganda diplomatiya bilan diplomatik yo'lda hal qilishni tushunmasang, sen tushuntirib o'ldirishimdan hojat yo'q. Sen tushunadigan so'zning o'zini sen qilay degandek bo'ldi hozir prezident Trump. Çavşan'ga shunday qattiq so'zlarni qildi. Hozir butun dunyo matbuoti buni diqqat qilyapti. Endi biz Hindiston Jungo chegarasidagi to'qinish kelaylik, so'rkilish kelaylik. Yaqinda Jungo matbuotida nimalar o'tirg'i chiqib to'rbatdir deganda hozir Jungoning xalq vakillar qurultayidan kimdir bir kishi yoki bir tadqiqotchimi nima debdi? Jungo armiyasi Kashmirga, Hindiston tashkillab turgan, Hindiston tizginlab turgan Kashmirga kirish kerak deb. Bu halde siz dikkat kılın hürmetli vatandaşım. O tarafta Bhutan, Hindiston, Jungo yoki Tibet chegarasini devir qilgan, aylangan holda to'qinish keskinlashayotgan bo'lsa, endilik hozir Jungo tarafning olimlar yoki xalq vakillar qurultayining vakillari nima deydi? Hozir sen Kashmirga kirishing kerak deydi. Kashmirga kir degan gap ham bu tarafda sizden vatanınız yoki mustamlaka rayon Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni urushning ichiga kirib qoldi. O tarafda Tibet urushning ichiga kirib qoldi. Chunki askar yo'tkayotir, 50 mingdan ortiq askar yo'tkadi, havo qismlarini yo'tkadi. Balki Şinjanda hozir raketa bazasi bor. Ya'ni Xo'janjun deydigan narsani shu yerga olib bor. Raketa minomyot bazasi bor. Dal shunday vaqt yana Jungolar apandilar o'tirg'i chiqib hozir
Çünkü armiyasi Kashmirga, Hindiston tizginlab turgan Kashmir kirdi degan gap. Hozir ham Tibet rayonida urush maydoni echish, Tibetga yaqin chegarada urush maydoni echish, hem Kashmirda urush maydoni echish, Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida urush maydoni echish. Hozir Tibet bilan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni Hindiston Jungo chegara to'qinishining tahdidi ostida turibdi. O'shuning uchun hozir yaqindan bir keyingi 1 yildan beri Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni mustamlik Uyg'uristonda elib berayotgan bostirish, hatto ziyolilarga qo'l silish, diniy akabirlarga qo'l silish, bostirish Xitoy nima deydi? Asabiylik deydi. Nima asabiylik? Asabiylik deb biz nima deymiz? Asabiylik deb sizdek chegarada to'qinish va so'rkilish hosil qilayotgan kishilarga, xalqlarga qartilganlar. Uyg'ur nimaga asabiylik qildi? Uyg'urning asabiylik qiladigan millat tabiati yo'q. Onun 200 micha odamlar, 200 micha ziyol, 200 millik Uyg'ur tabiatiga, Uyg'urning millat tabiatiga yot bo'lgan chakana axloq prinsipidir. Uyg'ur hergiz 200 millik qilmaydi. 200 millik qiladigan millat u boshqa millat. Uyg'ur rast deydi, yolg'on deydi. Dushman oldidan bir xil, do'st oldidan bir xil. Ama Uyg'urning tabiatida 200 millik tabiat yo'q. Yoki orqada bir, oldida bir so'zlaydigan tabiat yo'q. Uyg'ur hergiz bundaq tabiatlik millat emas. Şuna bir yerde 200 millik degan söz bu Uyg'urni haqoratlash, Uyg'urni xarakteri va Uyg'urni g'ururni haqoratlash. Biz bularni qo'yib turaylik, bu bahona sabablar bilan oxirgi maqsad bostirish. Bugun ko'ryapmiz bostirishdan nima ekanligi, nima sababdan Uyg'urlarni bostirayotganligi. Chunki Jungo urush holati turibdi. Urush kirish holati turibdi. Hindiston bilan urushadigan, to'qinishadigan holat. Şunlaşqı Jungo qanday qilishdi? Şunlaşqı Jungo qanday qilish kerak? Urush holati turgan vaqtida hozir ansiz bo'lib turayotgan Şinjan va Tibetda Jungo bostirishni yo'lga qo'yish kerak. Demak, hozir biz sizlarga da'vatgan misol shu bo'ldiki, hozir Jungo hukumati Kashmirda Hindiston turgan rayonni egallamoqchi. Hadi Tibet'te, Bhutan'da, bu chegarada Tibet'e asker ko'paytmoqchi. Hozir urush holati yo'q. Endi biz Hindiston Jungo so'rkilishda qo'yib, chegara so'rkilishda qo'yib turaylik. Bu taraf kelsak, hozir chavshanliklar sal haddini oshdi deb so'zlab kelyapmiz. Endi bu qatam texama haddini oshdi. Oshkor holda Amerikaning davlat territoriyasi hisoblangan Guam orlig'i bomba tashlayman deganligi. Buning uchun Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati qanday qaror qiladi? Siz, hurmatli vatandoshim, biz Amerika Qo'shma Shtatlarining qarorini